bahor gullarini tarixiy shakllanishi nimaga o'zidan o'zi gullardan boshladingiz? Fikrimga, hayolimga kelganki, agar sen o'zingga o'zing harakat qilsang, значит, sen xohlagan narsangni ola olishga qudrating yetadi. Qog'oz gapiradi deganda nimani tushunasiz? General prokuraturani qo'shdagi departament chaqirtirganda man qaysidir sen ustavdan pul yechding, lekin seni haqqing yo'q edi degan xatoni bo'ynimga qo'ymoqchida. Keyin men esladim. Men uni hujjatini qilib qo'ygan edim. Gulchilar bayrami 8-martda bo'ladi. 6-7-8-mart siz taxminan 1 yil qiladigan foydangizni qilib olasiz 3 kun ichida. 3 kun uchun ishlaganmiz, qolgani faqat shu yashab qarz qilib turib o'shani qutulishga. Bu prosta yashab turishga yashalganda, bu biznes emas, bu tirikchilik qilingan. Har doim kimdir bog'ini qilsam, albatta o'zimga birinchi yoqish kerak edi. Klient vash qizig'i yo'q edi menga. Unga yoqadimi, yoqmaydimi? Menga yoqish kerak edi. Nega bahor gullari boshqa gullardan qimmatroq? Avvalambor narx el yurt qatori qo'ldan kelgancha biz harakat qilamiz, lekin qimmat emas. Komanda yig'ish qiyinroq bo'lganmi yo hujjatlashtirish muammo bo'lganmi? Agar Bahodir akam bo'lmaganlarida bahor gullari bo'lmas edi. Agar men bo'lmaganimda bahor gullari bo'lmasdi deyman. Bizda qog'oz gapiradi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Qog'oz gapiradi podkastimizning navbatdagi sonidamiz. Bilasizlar, men biznes kengayib borgani bilan qog'ozinglar joyida bo'lmasa, doim xavf ostida yashaysizlar. Xavf ostida yashamayman deydigan odam har doim qog'ozga e'tibor qaratish kerak. Qog'oz degani barcha sohada mutaxassislar bilan ishlash kerak bo'ladi. Bugungi podkastimizni mehmoni hammamizga mashhur va ma'lum bo'lgan Bahor gullari brend ostidagi biznes asoschisi Nargiza Usmonova. Yana bitta Gulnoza degan biznesmenimiz bor edi o'shalar bilan. Endi ayol biznesmenlar darrov miyada aylanveradi-da. Nargiza Usmonova. Xo'p, Nargiza opamni bugun mehmonimiz deyapman. Aslida biza bu yerda mehmonimiz. Nargiza opa, xush kelibsiz. To'g'ri, biz ham xush kelibmiz. Bugungi podkastimiz odatdagidan sal farqli ravishda Nargiza opamgilarni bahor gullarini hududida, mana gullarning atrofida bo'lyapti. Xudo xolisa bir chiroyli suhbat qilib olamiz va qog'oz gapiradi podkast doirasida Nargiza opam bizneslarini ochib, umuman qog'oz nimaga kerak, mutaxassis nimaga kerak degan masalaga ham oydinlik kiritib olamiz. Yana bir marta assalomu alaykum Nargiza opa. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Podkastdan oldin o'sha suhbatni boshlab o'rgandik. Nargiza opa, endi sekin bir chekkadan boshlayveramiz. Ko'pchiligiga qiziq bo'lgan bitta masala, hozir aytasiz, so'z boshida ham biznes qanaqa shakllanganligini o'zi bilishadi baribir degan narsani aytasiz. Bizani muxlislarimizga, bizani ko'rayotganlarga baribir bu noma'lum bo'lishi mumkin. Shunga eng avval boshdan boshlaymiz. Bahor gullarini tarixiy shakllanishi nimaga o'zidan o'zi gullardan boshladingiz? Qachon guldan boshladingiz-ku? Va bahor gullarini kelib chiqishi o'zi qayerdan keldi? Xo'p. Bahor gullariga 91-yil turmush o'rtog'im asos solganlar. Oho. Tabriklaymiz, 25 yil bo'libdi. Ha, yo'q, 35 yil. 35 yilda. Da, 91-yil. Ya'ni o'zimizning O'zbekiston Respublikasi mustaqilligi yili ekanda. Qisqa Bahodir akam aytib berganlar, endi u meni miyamda qolib, ya'ni asnova bo'lgan. Nima bo'lgan? Turmush o'rtog'im armiyadan kelganlar va rahmatli adalari, ya'ni meni qaynatam, o'sha payti sohalari to'kirchi bo'lganlar. Va o'g'illariga aytganlarki, sanam ishga kir, meni ishxonamga o'sha yerda shogird bo'lib ishlaysan. Keyin 3-4 kun bordilar ishga, u ish yoqmabdi. Shu bilan Nazarbekda turishardilar. Nazarbekdan avtobusga o'tirib Shuhrat перекресткasiga kelib qolganlar. Chilonzordan oldin bitta stanok Shuhrat перекресткasi. O'sha yerda bir narsa bo'lgan, boshqa bo'lgan qo'shnilari gul sotardi, o'shani ko'rishga kelganlar. Gulbozor bo'lardi. Ha. U garmoshkani oldida. Shunaqa. Bu itogi bu qanaqa bu, nima bu deganlarda, atirgul ko'chat ekishi o'sha yerdan o'rganganlar. Ularning uyida kichkinagina teplitsa bo'lgan. O'sha yerga atirgul ekkanlar. Atirgul где-то bir 5-6 oyda hosilga kirgan va 7 ta atirgul ochilganida ular bozorga olib chiqqanlar. Lattalarga o'rab, avtobuslarga o'tirib, o'sha yerdan avtobusiga o'tirib, bozorga olib chiqqanlar. Shunda 7 ta atirgullar sotganlar. Keyin uni sekin уже mazasiga tushganlar, keyin уже u ko'payaveradi-yu, atirgullar. Значит, hozir zo'r anaqa keyin bahor gullarini boshlanishi 7 ta atirguldan boshlangan. 7 ta atirgul, ha. 7 ta atirgullar sotganlar.
И в итоге shuhratni qolib ketganlar. O'sha yerda gul lariyoq qilganlar va o'sha yerdan katta gulchi bo'lib ketganlar. Endi man taxminan 2002-yil atrofida где-то shu 17 yosh bo'laman-u, oxirgi sinfli edi. Adam o'sha yerga 3 oylik kanikuliga shogirdlikka berganlar. Gulchi Bahodir qo'liga. В итоге men shogird bo'ldim. Shogird bo'lganimdan keyin menga o'zi pul va'da qilishganda, har oy pul berishga, lekin har oy olmaganman-da, 3 oy tugagandan keyin ustozim Bahodirga aytganlarki, Nargiza, men senga pul bermay qo'ya qolay, ya'ni pulga o'rgatmay qo'ya qolay dedilar-da. Men seni dedilar bozorga olib chiqaman dedilar. Maktabingga narsa olishing kerak-ku dedilar. Yangi maktab anaqa sinfga chiqasiz sentyabrda. Avgust oxirida ipodrom bozoriga olib chiqmadi. Ipodromda bilsangiz agar o'rta arzonchi bozor bor, keyin o'zbek bozor, keyin Karis bozor bo'lgan. O'sha payt. Bizani prioritet o'sha yerda bo'lganda, masalan, undan vыбор undan zo'r hech qanday hech narsa bo'lmagan u paytda. Va meni ular sразу Karis bozoriga olib chiqdilar. Lekin keyin aytdilar, bozorga kirdida, xohlagan narsangni tanla dedilar. Keyin bu gap nimagadir meni yuragimga qanaqadir jiz etdi-da. Men o'ylanib qoldim. Dedim, qanaqa bo'lar ekan, xohlagan narsasini tanlashdimda, keyin moslab o'sha o'zimga tanlaganman. O'shanda meni fikrimga, xayolimga kelganki, agar sen o'zingga o'zing harakat qilsang, значит, sen xohlagan narsangni olishga qudrating yetadi. Chunki undan oldin ota-onamiz bizani bozorga olib borganda, "Mamni olasan" deydi-yu baribir ota-ona. To'g'rimi? U hozirgi bolalarga xohlagan tanla deyiladi. Lekin bizani davrda unaqa bo'lmas edi. В итоге o'sha narsa menga urg'u berdiki, men kelajakda o'zimni pul topishim kerak, ishlashim kerak, qayerdandir pul topishimni fikrimga qo'yib qo'yganman. Xohlagan narsani tanlash uchun. Shu bo'lgan. В итоге maktab tugadi, keyin yana 3 oylik kanikulga chiqdim. В итоге shunaqa bo'lib qoldi, turmush o'rtog'im bilan bir-birimizga ko'ngil qo'ydik. В итоге turmushga chiqdim men. Gulchi Bahodirga. Da, to есть ustozimga turmushga chiqdim. Keyin u yoqdan anaqaga ko'chib ketdi, торговый центр Amerikanskiy посольство tomonga. Chilonzor торговый центр. Keyin nima bo'lgan? Keyin men yana aytaman sizga, turmushga chiqqanimda albatta turmush o'rtog'imni kapitallari yo'q edi. Ya'ni hozirgi kunda moda bo'lib qoldi, masalan, mahrga geylik berasiz menga deyshadi-yu. Lekin men mahrga u paytda bitta dona obruchayni o'zi so'ragan ekanman-da. Men ularni yaxshi ko'rganim uchun menga umuman xayolimda bo'lmagan ekan, nimasi bor, mashinasi bormi, uyi bormi, yo'qmi deb. Men prosta maqsadim yaxshi ko'raman, shuncha birga yashagim kelyapti, shuncha turmush qurganman. В итоге kvartirada biz yashaganmiz. Ya'ni arendaga kvartiraga to'lashga yashaganmiz. Shunda торговый centrda magazin ochildi. Biz dальше sekin men turmush o'rtog'imga bahona qilib oldilariga ko'proq chiqishni xohlayardim-da, chunki ertalabdan kechga ham kunduzi uyda ezilib ketasiz. Bir kun obed olib chiqdim-da, aytdim, "Davay, endi bu yog'iga men komandangizga obed olib chiqib beraman" dedim, pishirib. Ekonom bo'ladi har holda. В итоге shunaqa qilib har chiqqanimda soatlarim uzayib boshladi. Keyin men so'rayardim, nima bilan qarashingni, nima qilib beray deb. В итоге mana bugungi kunda men erim bilan kruglashib ishga borsalar men ishdaman, uyga borsalar uydaman. В итоге hozirgi kunda baribir ularga yaxshi biznes nima deydi, hamkasaba yoki partnyor bo'lganman. Bugungi kunda. Zo'r. Qarang, do'konga chiqish boshlandi, sekin-sekin ish o'rganganman deyapsiz. Klient yig'ish nimadan boshlandi? Klient yig'ishmi? Klient baribir qarang, klient yig'ish deganda odatda baribir ishonch bo'lishi kerak-da. Odamda ishonch paydo bo'lishi boshlansa, keyin yig'ish boshlanadi, yo'qmasam попутный klient bo'lib qoladi. Avvalambor meni o'zi sotuvga anaqam bilmadim, balki mana shunaqa tug'ilgandirman, shunaqa anaqa bilan, qobiliyat bilan. Baribir sotuvda bilasiz, agar stress issiq bo'lishi kerak, mijozsizga ishonish kerak. O'sha qobiliyatlar menda bo'lgan ekanda. Va men savdo qilganimda har doim klientga uncha-muncha klient qo'yib yubormas edim.
И keyin birinchi tushunib olardimki, o'sha so'roviga qarab maksimalniy yaxshi variantni qilib berardim. Bu narsani klient his qilardi и постоянный klientga aylanardi. Lekin u paytda biz faqat buket sotganmiz. Guldastali, srezanniy buketlar bor-ku, ildizi yo'q. Tayyor, optim olib. Buket yasirdi-da, keyin sotardi. Ya'ni 3 kun, 1 hafta turadigan atir gullar, boshqa gullar bor. Qarang. Keyin faqat bitta narsa bo'lardi. Aha. U yerda taxminan 2006-yilgacha ishlaganmiz. Aha. 2006-2007-yil. Faqat shu nima deydi? Chakana savdoda endi. Kechasi optimdan gul olib chiqasiz, optim, uni paqiriga qo'yasiz, suv ichib oladi, tribo oladi-da, keyin buket yasaysiz. Kechki bozorga 5-6 dan kelgan odamlar to'yga boradi, tug'ilgan kunga boradi, o'shani sotib olardi sizdan. Mana shu narsa 3 yil, 4 yil уже bu narsani ko'ravergandan keyin tushunmadim bitta narsani, hisob kitobni tushunmadim. Oradan 3 yil o'tyapti. 4 yil o'tyapti, lekin biz hali ham kvartirada yashayapmiz-da. Keyin oxiri bitta narsani matematika hisob kitobga yetib bordim. 8-mart bo'ladi-da o'zi. Gulchilar bayrami 8-martda bo'ladi. 6, 7, 8-mart siz taxminan 1 yil qiladigan foydangizni qilib olasiz 3 kun ichida. Вот. И biz har doim, ya'ni men o'sha payt gulchi bo'lganim uchun biz har doim o'sha bayramni kutib yashirdik. O'sha bayramga umid qilardi и najot qilib o'sha kun kelishini kutib yashirdik, ishlardik. В итоге bayramda zo'r savdo bo'ladi, korobkalar pulingizni yig'asiz, boshqa qilasiz. 9-da daftaringizni ochasiz, kimga qarz bo'lsangiz tarqatasiz. 1 yil ichida qarz yig'ilib kelgan bo'ladi-da. Tarqatasiz. И bo'ldi, o'zingizga 1-2 so'm choy puli qolishi mumkin, но не более, da. Va где-то yana bo'ldi, re bo'ldingiz, qarzdan re bo'ldingiz. Yurmadi. Hammaga qarz qutildingiz, bo'ldi, lekin o'zingizda ham ximir qolmadi, ozgina qoldi deylik, bo'ldi. Shu bilan 11-dan boshidan daftariga boshlanardi yozilish. 11-martdan palonchi, mamchi narsa olindi. Keyin 1 hafta o'tgandan keyin qanchadir berib yuborasiz, qanchadir ostatga qoladi. В итоге 1 yil ichida yana u yig'ilardi. В итоге 4 yil ichida men tushundim, biz 1 yil ishlayotganmiz-da, 8-martda nima uchun ishlaymiz? Qarz qutulish uchun ishlayotganmiz. Uni gulchilar zo'r anaqasi, gulchilarga zo'r sekreti. Shu, keyin turmush o'rtog'im bilan gaplashdik, kelishdik, Alayskiga o'tib ketdik. Alayskiga. Торговый centrda где-то bir $400 arenda to'laydi do'konga. Oyiga. Alayskiga o'tdik. Men Mobius bor mana zdaniyasi. O'sha burchagida Rafael Gul do'kon bo'lardi oldin. 2006-yil o'sha yerda ochganmiz. Zo'rg'a risk qilib qadam bosganmiz, chunki oyiga $3000 arendasi o'sha paytda. Bu degani hozir arenda to'layotganimizdan 10 karra qimmat edi. Keyin endi ko'chib, sekin assortimentimizni ko'paytirganmiz. Zo'r keys bo'ldi, qarang. Qaysi bosqichlarga bo'lasiz? Mana birinchisi gulni olib buket qilib sotardingiz. Keyingi bosqich nima? Keyin nechta bosqichga bo'la olasiz o'zingiz? Mana 35 yillik tarixda. Birinchisi oldi sotdi. Bu bitta daromad qisman. 2006-yilgacha bu. 2006gacha olasiz, yasaysiz, sotasiz. Bu qisqa muddat yashaydigan tovarlar, ya'ni bu buketlar. Buni klienti boshqa. Keyingi bosqich? 2006-yil xonaki gullarni qo'shdi bu do'konga. O'zingiz yetishtirish boshlaysiz? Yo'q. Gollandiyadan olib keltirdi. Birov gulchilarga zakaz qilardi, ular samolyot orqali korobkada olib kelib berishardi. Ozgina o'sha assortiment qo'ydi, xonaki gullar. Bu ikkinchi o'sha bosqichi bo'ldi. Bu o'sha ildizli bu. Xonaki anaqa gullar bor mana. O'shaqa gullar. O'sha qo'shildi. Keyin 1-2 yildan keyin ko'chani gullarini turmush o'rtog'im qo'shdilar. Hojona degan ayol bo'lardi oldin. Erondan ulishin gul olib kelardi. Ulardan realizatsiyaga olib bir 50-60 ta 100 ta assortimentni qo'yib qo'ydilar. O'sha qo'shildi. Ya'ni ulichning gul. Hamma klienti har xil o'zi. Hamma mahsuloti. Chunki xonakini domda yashaydiganlar oladi. Ko'proq ko'chaga keladigan, uchastkada yashaydiganlar oladi. Men buketlarni ko'proq yurish yaxshi ko'radiganlar oladi. Bayram yuradiganlar bor. Вот.
man o'ylaymanki o'sha 2006-yildan taxminan 2008-9-yilgacha mana shu narsalar qo'shildi bizga va bo'ldi mahsulotlardan Aha. o'sha yillarda biz o'sha MTSdagida o'tiribmiz. Biznes sifatida qachondan boshlandi? Demak, o'sha xonakidan boshlandimi yo qachondan desa bo'ladi? Biznes Yo'q, sifatida shakllanish. har doim. Yo, Alaskaga o'tgandanmi? Yo'q, yo'q, biznes keling, hozir demaysiz. mamlakat holat. Foyda emas biznesning. Ha, yo'q, boshqacha olamiz. Aytdingiz-ku, чисто nima debat sifatida olamiz. Misol uchun o'sha targoviy sentrda o'tirgan edi. Bu biznes emas, tirikchilik bo'lganda. Tirikchilik. Men qanaqa ajrataman? Men hozir o'zimdan ham so'rasiz, boshqa ish qilib ko'rganmisan deb, lekin men со стороны, chetdan qaraganda nima deyman? Tirikchilik qilish boshqa, biznes qilish boshqa. Tirikchilik bo'ldi, kunim o'tsinga. Yo'q. Men sizning gapingizdan hozir mana olyapman. Shu qarasam shu 3 kun uchun ishlaganmiz, qolgani faqat shu yashab qarz qilib turib o'shani qutulishga. Bu просто yashab turishga yashalganda, bu biznes emas, bu tirikchilik qilingan. Kuninglar o'tgan. Mana kun o'tgan. Именно biznesda qachon уже biznes model bo'ladi sizda. Tak, uni olib kelaman, buni olib kelaman, klientskiy bazani shakllantiraman, komanda yig'aman va hokazo. Mana shu model qachondan? Ha, ya'ni Sizda strategiya boshlangan Ha, tirikchilik endi shu где-то taxminan 2006da o'tga ko'chgan bo'lsa, 2008 atrofida deylik, chunki 2008-2009-yil bitta atirgulchiga qarzimiz bo'lganda. Va biz o'sha paytda buket sotyapmiz, xonaki gul va ko'chan daraxtlarini sotyapmiz. Faqat 3 ta mahsulot. Keyin Hikmat akaga qarzimiz bo'lgan, taxminan $6,500. Atirgul olib qarz olib qo'yganmiz. So'lib qovurardi, 4 kun ichida sotmasak so'lib qolardi. Musorga tashirdi uni. В итоге u odam aytib qoldi. Bahodir aka, men uyimga anaqa daraxt ekib beringlar dedi. Keyin Bahodir aka meni yubordilar. Bordi, landshaftni dizayn chiroyli qilib berdilar. Billa bordi, lekin ertalar o'zing qilib bergin dedilar. Men qanaqa bo'lar ekan demda. Keyin senga ishonaman, zo'r bo'ladi dedilar-da. Anaqa bir haftada ularning uyini qilib berdi u. Taxminan $10,000 bo'ldi-da, chek raisasini keyin berdilar. Lekin uyga qilib bergandan keyin adasi, onasi va ayoli va o'zlari chiqdilar-da. O'sha dizaynni ko'rib, vau deb yorishdi. Vau deb yorishgandan keyin men motivatsiyam uyg'onib ketdi-da. Keyin buni 4-produkt qilib qo'shdi biznesimizga. Hozir 4 yo'nalish. Yo'q, hozir ko'proq. Yo'q, produkt emas, yo'nalish sifatida. Производство, торговля, услуги, landshaftlar bu produktni qo'shdi, keyin sekin u paytda unaqa bog'i yasatadigan landshaftning dizaynerlar kam bo'lardi. Sekin amallab, summallab bir narsalar qilardi. No, har doim kimdir bog'ini qilsam, albatta o'zimga birinchi yoqish kerak edi. Klient va qizig'i yo'q edi menga, unga yoqadimi, yoqmaydimi? Menga yoqish kerak edi. Lekin menga yoqsa, ularga avtomatik yoqardi. В итоге internet yo'q davrida biz bu ishlarni qilganmiz. Ya'ni u payt internet bo'lmagan, balki email bo'lgandir. Lekin Google bo'lmagan, который YouTube bo'lmagan, sizga podskaska beradi yoki tayyor yechimlarni beradigan masalan. Xo'p, kengaytirishda sizda endi keling sekin o'sib boramiz. Kengayish masalasida biznesga aylantirdingiz, mana landshaftlar qildingiz. Xo'p, faqat ikkalanglar. Keyingi bosqich nima haqida o'ylagansizlar? Kengaytirib komanda yig'ishmi yo уже dokumentalni ishlashmi? Yo'q, biz mana Alaskaga kelganimizdan keyin avtomatiskiy komanda yig'ish qiyinroq bo'lganmi yo hujjat bilan ishlash muammo bo'lganmi? Ikkalasi ham. Qaysi birinchi muammo tug'dirgan? Birinchi muammonimi? Налоговый tug'dirgan Alaskada. Opa. Yomon bo'lgan. 2006 ko'chib kelgan bo'lsa u yerga, lekin bari YTT bor edi u paytda. YTT bor edi. Yonimizda bank bo'lardi, o'zim mini buxgalter bo'lganman, KAGBda o'sha yerdan o'rganganman-da. Platyushkalarni qilish, boshqa qilish. Yomon bo'lgani taxminan 2008-yilmi налоговый keldi. Налоговый keldida, anaqa daftarim topib oldi. Naq bo'ladigan savdoni daftari. Keyin o'zi tanish bolalar. O'zi tanish bolalar edi. Keyin
nima deydi, lekin ular boshqa otdellar bilan kelishganda sizni защита bar qilolmas edida, mayli ko'zni yumib olmas edi. Aha. Nima deyiladi, групповой kelsa, kompleksniyda. И в итоге o'sha paytga dollar nechi bo'ladi 2008-yil bilasizmi? 1100 atrofida edi. 700 dan 1100 gacha ko'tarilgan 50 paytlar. millionga bo'ling o'shani, nechi bo'ladi? 50 million, u примерно 50 ming dollar bo'ladi-da. Bo'ldi. 50 ming dollar jarima qilib ketgan. O'xtay. 50 million Hozirgi bilan jarima qilib ketgan. solishtirsangiz, уже примерно 600 million so'm bo'ladi. Yo'q, to'g'ri, lekin Hozirga solishtirsa demoqchiman. Bizning aktiv kapital yo'q edi. Hech narsa yo'q edi bizda. U paytda. Hozir boshqa narsa u. U paytda hech narsa bo'lmagan. U payt hali ham kvartirada yashayotgandik. Siz himoya qilingan soliq maslahatchisi bo'lmaganda, chunki kitoblarni yon daftaringizga qarab turib jarima qilish mumkin emas-ku o'zi. Nima qanaqa ekan? Qiziq bo'ldi. Ha. Yon daftaringizga qarab turib, ya'ni bloknotingizga qarab turib jarima qilish mumkin emas, lekin amaliyotda qo'llashgan bu narsani. Amaliyotda endi Daftarimni topib oldi deb, siz o'tib hamma yozuvlaringizni qilib turib, savdoni miqdorini chiqarib turib, hammasini yashirdi qilib, u paytda yashirilgan summa uchun 100% jarima edi. ha, u paytda 100%. 114-statya bo'lardi, 100% jarima edi. O'sha 100% jarimani qo'llashgan. Qo'llashgan. Bu noto'g'ri bo'lganmi? Bu noto'g'ri bo'lgan. Uzashti qilsa bo'lardi. O'sha payt Qanchalik aytib bering? 100%. Iya. Bloknotdan qarab yozish mumkin emas. Bu sizga birlamchi hujjat emas. Biroq siz o'zingiz shu narsani tushuntirish xatida, ha bu savdomi puli, savdom puli shu yoqqa yozgan edim degan tushuntirish xatlarini o'zingizdan olishadi. U payt siz bo'lmabsiz-da, men o'shanda yomon stress olganman lekin. O'zingizdan olishadi-da. Mana shu narsa qiladi. O'shanga hozirgi kundagiligi ham, misol keling, joyiga kelib qoldi. Hozirgi kundagiligi ham e'tibor qaratish so'ragan bo'lardim. Har qanaqa holatda baribir sразу korrupsiyaga boshqa narsaga borish emas, o'zi qilinayotgan qarama-qarshi tomon talab qilayotgan narsa to'g'rimi, yo'qmi degan narsani mutaxassisdan so'ragan ma'qul. To'g'ri, u paytda soliq maslahat degan narsa tetigi bilan yo'q edi. Xullas sizlar как advokatsizlar-da, o'zingizlarning klientinglarga aytasizlar, qanaqa to'g'ri tutish, qanaqa nima yozish. Ha. Ya'ni zo'r. O'sha bilan siz 50 ming dollarga urib ketishdi. Ha, shunaqa bo'lgan. Ana o'sha ta'sir menga yomon qattiq ko'rsatgan. Endi kvartirada yashayotgan odam 50 ming dollar shunda jarima to'lasa. Bu alam qiladi. Bu degani u paytda kvartiralar bilasizmi? 2 xonalilar 30 ming dollar turardi. U paytda ko'tarilgan edi. Ha. Taxminan 30 ming dollar turadi. 2 xonali uy. Tasavvur qiling, 1,5-2 xonali uy, o'zi uyingiz yo'q sizni. Lekin 1,5-2 xonali uyni siz jarimaga to'layverasiz. Uncha pulim bo'lsa yo'q ne. Nima qilgansiz? Endi bir amallab pul olib qanaqadir biz qutulganmiz. Endi eslomiyman, bari davlat sizga просто tashlab qo'ymaydi, o'zingiz bilasiz. To'langan. Ya'ni men aytmoqchimanki, baribir налоговый, ya'ni hukumat oldida любой tadbirkor kichkina bo'ladimi, mayda bo'ladimi, dokumentlarni ishlasa bari yaxshi-da. Chunki hali endi kapitalni ko'tarayotgan paytingizda, hali endi yig'yapsiz boyligingizni. Sizni bitta urib ketganda, haligi 5-6 yil yig'gan narsangiz shunda olib ketadi. Yana boshdan hammasini boshlashingiz kerak. To'g'ri, boshdan boshlaysiz, но уже bilim bilan boshlaysiz keyin. Учиться на ошибках deydi. Это тяжелее. To'g'ri, lekin men o'sha училась на ошибках-da, но hozirgi tadbirkorlar bu narsani ko'rib, bu xatoni qilmasdan shunaqa o'shancha bo'ladi. Boshidan o'tkazib, xatodan o'tib yurish aslida og'irroq. O'shaning uchun hozir sizni tavsiyangiz yoki boshqa holatlarni ko'rib turib, imindan shuni takrorlamasdan o'tish ancha yengilroq o'tadi. Keyin dokument qilgansiz? Yo'q. Yoki o'sha keyin kassa ko'rish boshlagansiz? Keyin bunaqa daftar tutmaganman hech qachon. Nima qilgansiz uchun? Uchotni endi maksimalniy chek urishga harakat qilganman, maksimalniy. Shunaqa berganmiz, lekin daftarni do'konda ushamaganman hech qachon. Undan keyin chunki u juda katta shtraf bo'lgan men uchun. Hozir sizga bitta misol, mana shunaqa keys joy kelganda, mayli o'zaro podkastimiz bo'lsa ham, men o'zimning holatda ham aytsam, tadbirkorlar uchun ham foydali bo'ladi. Bir tadbirkorga mana shunaqa targ'ib odel deymiz, o'sha targ'ib odel edi. Kelishgan mahsulotini, kassani ochgan, kassaga urmaganligi, kelib chiqqan, seyf ochgan, 3-4 so'm puli ham chiqqan. Ostatkalarini so'rasa, mana hujjatini bergan, mana olgan narsamni hujjati. Bloknot topishgan. Bloknotdan olib hammasini yozgan. Bittalab, yig'ib, palonsin, kunma-kun ham yozib kelgan bo'lganda, har kunlik savdosini yozgan, nima qilgan, yozilgan, hammasini yozib kelgan.
Tadbirkor meni chaqiruvdi. Bordim, налоговыйlarga aytaman, o'rtoqlar, kassa yurmaganligi bo'yicha javobgarligiga tortdi. Assadkasda farq bo'lsa javobgarligiga tortdi. Bloknotga hech narsa qila olmaysan. Sen Murod biz yozamiz dedi. Mayli, yozasan, lekin urishamiz. Xo'p. Nimaga bo'yatishimiz mumkin dedi, tipa bu mani fantaziyam. Ha, ana o'sha yerda kelgan bo'ldi, kelisha olmadikmi? Yo'q, kelisha olmadik. Davay, bos, oxirigacha tekshiruvini qil. O'tirdi, unga tushuntirish xati yozdiryapti. Yoz tushuntirish xati. Yozyapti. Men savdomdan tushgan to'xtadim. Oxirgi falonchini so'zi bilan deb yozadi. Sani so'zing bilan yozdim deb yozadi. Shunaqami desam, yo'q deydi. Unda meni so'zim bilan yozadi. Aytdi. Men o'tirib savdo qilishni orzu qilar edim. Atrofdagilarni qarasam, rosa savdosi zo'r yurardi. Qaniydi men ham shunaqa savdom bo'lsa deb orzu qilib, yozib o'tirar edim. O'sha narsalarni olib qo'yishdi meni qo'limdan. deb yozsamda, qarab nima qilsan deydi. Sani xohlaganing emas, meni xohlaganimni yozyapti. Ana keyin sudda isbotlaysan, to'xtatadi. Shu bilan boriga format qilib ketishdi. Yo'qmasa u yerda ham yolg'on bo'lmasa bir 50 ming emas, bizda 20 mingdan ortiq dollarda 20 mingdan ortiqlik jarimasi bilan chiqtiruvdi shu paytda o'zida. Bittagina o'sha tushuntirish xati yozayotganini o'zida bu meni hujjatim emas, savdoyimni puli emas degan tushuntirish xatini o'zi bilan o'sha 20 ming yo'q bo'lgan. Ha. O'shanga aslida hurmatli tadbirkorlar bunaqa holatda baribir soliqchilar ham biladi o'zi kim qanaqa savdo qilyapti boshqa narsasini. No operativ ma'lumot sifatida shuni olishga harakat qiladi va operativ ma'lumot sifatida tez tushuntirish xatini olishga harakat qiladi. Paka tadbirkor shokda bo'lib turgan paytda, panikada, shokda bo'lib turgan paytda oladi. Ana undan keyin isbotlab olish qiyin bo'ladi. Mana siz ham boshingizdan o'tgan ekan. Hop, keyin komandani yig'ish masalasini nima qilgansiz? Yoki hujjat bilan ishlash jarayoni yoki qachon firmaga o'tildi? Mana YTT bilan ishlayvermaysiz. Mana hozir alhamdulillah mana bahor gullari deganda ketdi. Bayatqo'rg'on ishlab chiqarish части bor, import bor, xizmat ko'rsatish bor. Juda katta bir klasterga aylangan. YTTlar bilan ishlaganimizda 5 talab YTT bo'lib ketgan. Chunki уже оборотimiz katta bo'lishni boshladi. Keyin YTTdan firmaga o'tgan joyimiz bu katta перечисление zakazga tushgandan keyin bo'ldi. Ya'ni YTT bilan ular shartnoma qilmaydi. Faqat MCHga. Kimdan tushdi zakaz? Katta joylardan tushdi. Yo'q, endi o'zidan o'zi tushmaydi-yu YTTga. Yo'q, o'zimizning klient. Просто masalan uyini qilganmiz-da. Endi bu katta korxonasiga yoki katta joyiga bizani rekomendatsiya qilgan. Уже baribir o'zi ishonch paydo bo'lib, Sarafanniy radio bo'lgan. ishonch paydo bo'lgan, uyga qilgan odam ko'rdi, ishdan mamnun, endi уже katta ob'em firmaga o'tish boshlandi. Necha yildan o'tdinglar firmaga? Hozir aytaman sizga 2015-yillar atroflarida. 16 dan keyin vzriv bo'ldi u yoqqa. Ha. Keyin tez. Keyin уже milliardli объемlar boshlandi tushishi. O'zi как раз o'tish periodiga o'tgan ekansiz, ama 2015 ochgan bo'lsangiz, 2016 dan keyin Ha, keyin как раз ancha ochganimizdan, ya'ni fermer xo'jaligini birinchi ochganmiz-ku, 2015-16. Aha. Bayatqo'rg'onda yer olganmiz-ku. Ha. YTT bo'lmasida mumkin emas, yer bergandan keyin 49 yillik fermer xo'jaligi bergan. O'zi yetishtirgansiz. Ha. O'shanda yer olganmiz va importni o'simliklarni importozamещение qilish maqsad qo'yganmiz. Ya'ni chet eldan olib kelmaysiz, palon, O'ta ko'paytirasiz. boshqa yo'l kira import zamещениyani maqsad qilib qo'yganmiz va 2015 da yer olganmiz. Birinchi 16 gektar olganmiz. Birinchi o'zida 2015 atroflarida. Fermer xo'jaligi уже как считается, anaqa MCHga o'xshaydi-yu baribir. Fermer xo'jaligida. Undan keyin как раз shu katta zakazlar, milliarddan oshiq zakazlar tushishi boshlandi davlat tarafdan. Ularga MCH bo'lish kerak edi va MCH sekin ochgan biza. Va chunki объем topshirishingiz kerak edi qurilishlarga. Form 2, form 3 topshirishingiz kerak edi. Buxgalteriyasi kim yurgizgan? Sekin kichkina buxgalterlar bo'lgan menda. 2015-16 da уже bitta главный buxgalter bo'lardi, bitta uning yordamchisi bo'lardi. Qarang, ko'pchilik biznesni mana kengayish boshlandi, alhamdulillah. Ko'pchilik biznesni faqat rahbar sifatida o'zi qilayotgan yuzini ko'radi-da. Oldim, sotdim, klientlar bilan gaplashdi, переговорlarni ko'radi. Lekin ichiga ahamiyat bermaydi. Kimlar? Juda ko'pchilik biznesmenlar shunaqa. Buxgalteriyada, rahbarlarning o'zi. Buxgalteriyaning ahvoli qanaqa desa,
back office deydi. Back office'ga hech kim harakat qilmaydi, qaramaydi ham. Nega? U buxgalteriyani ishi o'zi qilsin deydi. Men faqat kengaytiray, klient topiy, reklama va hokazo va hokazo. Albatta. Lekin uni tushunish ham kerak. Sizni qarashingiz qanaqa bu borada? Mana qarang, baribir biza er-xotin yurg'izamiz bu joyga. Frontga kim qaraydi, back office'ga kim qaraydi? Bahodir akam, man. Ya'ni bular juda katta operatsionniy ish oladilar, ya'ni nazoratni bugungi kunda. Bu ishlab chiqarish, disiplina polniy. Keyin cash flowni polniy ushlaydilar. Pul kirdi chiqdini. Вот, importda man esa finansi uchetini ushlayman, buxgalterskiy uchetni ushlayman, marketing, kommerchеский va hokazo meniki. Qog'oz sizniki. Meniki qog'oz tomonlar и tizimlashtirish tomonlar. Endi bitta narsani aytaman, baribir bitta odamda, mana hozir men aytdim-ku, erimda qanaqa xususiyatlar bor bu kompaniya uchun, menda qanaqa xususiyatlarim bor. Bitta odamda mana shu hamma xususiyat bo'lishi ehtimoli juda kichkina ekan. Men aytaman, bugungi kunda aytamanki, agar Bahodir akam bo'lmaganlarida bahor gullari bo'lmasdi. Agar men bo'lmaganimda bahor gullari bo'lmasdi deyman. Ya'ni bu bahor gullari baribir Bahodir akamni kuchi ham katta bu yerda. No, takже meni ham kuchim bor. No, kechirib qo'yasiz, biz bir-birimizdan ishimizdan qilmaymiz o'zi. Bir-birini to'ldirib yaratilgan. Biz bir-birimizdan ishimizdan qilmaymiz, bo'lgan biza. No, ular ham meni ishimni bari qilishi bilanlar. No, men ham ularning ishlarini qilishi bilaman. No, biz ajratib bo'lganmiz. Bir-birini to'ldiruvchi qilib tortib ketadi. Endi qarang, buxgalteriyaga men shu yoshligimdan o'sha 50 million jarima olinganman. O'shandan keyin ko'zim ochilgan. Undan keyin o'sha ko'zim ochilib, o'sha buxgalteriyalarni o'zim tekshirishni boshladim, buxgalterlarni. Nima qanaqa qilyapti? Chunki baribir bilganman, o'zing javob berishingni bilganman. Ya'ni mingta buxgaltering bo'ladi, boshqa bo'ladi, javobgar основатель bo'ladi. Kapital основательlik-ku. И sekin-sekin o'rganganman. Shu taxminan MCJlar oldin ruchnoy отчетlar bo'lardi-yu. Menimcha 2019mi? 1Sga qachon o'tildi? Ya, 1S azaldan bor edi-ku, lekin polni elektronniga 2018 yildan. O'shanda sekin anaqa bo'lgan. Unda ham yaxshi bilmasdimmi? Unda ham yaxshi bilmasdim. Ikkita buxgalterim bor edi. Bitta главный buxgalter, bitta materialniy buxgalter, bitta shogirdi bor edi. Xullas mana bunaqa bo'ldi. Bir narsa jarima o'zi kelish kerak edi налоговыйdan. Agar bir ishni qilib qo'ymasa. Keyin men o'zim buxgalteriya xonasiga tushdimda, 2 oy buxgalteriyaga qarashdim, 1Sda mozgovой штурмni qildim-da, ya'ni. Ular bilishmayotdi yechimni. Yechimni men ular bilan qilishib va qilishvordim va o'rgatdim. O'sha nima deydi? 2 oy ichida juda qattiq kuchli o'rganim 1Sda. Ana undan keyin buxgalterlarni yomon nazorat qilishni boshladim. Вот, lekin Xudoga shukr qilaman, o'sha narsani men bilganim uchun. Agar bilmaganimda, ishoning, bizning kompaniya bari o'sayotgan kompaniya, kapitali katta, aktivlari katta. Xalatniy отношения bo'lganda bizda buxgalteriyaga kelgan proverka normalniy shilib ketardi-da. Lekin boshqa to'xtay, shilib ketarmiz, normalniy jarima qo'yardi deylik. No, endi baribir agar proverka kelganida baribir katta summalarni jarima qo'llab ketardi. No, baribir основатель bilishi shart o'zi buxgalteriyani, lekin hammada unaqa xususiyati yo'q. Hamma odamlarda unaqa xususiyati yo'q. Как раз shu joyga mana как раз qizimiz ham savollarni ketma-ket tayyorlab qo'ygan ekanda. Fokusingiz bo'lib yormaydimi? Fokusimi biznes bilan buxgalteriyadami? Ha, siz mana aytyapsiz, marketingiga ham qarayman, sotuvga ham qarayman. Front office plus moliyani ham qarayman, buxgalteriyaga ham qarayman. Ham orqaga qarashingiz kerak, nima bo'lyapti? Ham oldiga yurish kerak. Endi hozir bilaman, hozir juda katta komanda qilib qo'ygansiz. O'sha paytda naskолько fokus bo'lgan? Yo'q, o'sha paytda anaqa уже уведомление kelardi, что hozir вот-вот jarimaga tushasan degan уведомление kelardi.
o'shandan 10 kamda man buxgalteriyani to'g'irlashni boshlardim. Yopishib to'g'irlardim. Kelganda уже hamma narsa cho'tki bo'lardi. Shunaqa qilib, ya'ni qatta pajar bo'lsa, o'sha yerga tushardi-da, o'sha yerda tushit qilardi. Pajarni yurgansiz. Shunaqa. Hujjatni tartibli bo'lishiga hozirgi kunda qaysi darajada e'tibor qaratyapsiz? Hozirgi kunda Men-ku bilaman endi hozirgi kunda hozir qog'oz gapiradi deymiz, qog'oz nimani gapiryapti-yu, siz nimani gapirib turibsiz? Kunda men siz narsani aytaman. Oldin yosh bo'lganmiz va kapital aktiv bo'lmagan va bizda boshqa variant ham yo'q edi, faqat risk qilish bor edi bizda. Risk qilish edi. Ya'ni o'xshasa o'tib ketding. O'xshamasa jarimani to'lab qo'yasan. O'sha yoshida shunaqa fikr bilan o'ylagan ekanmiz-da. Lekin u fikr o'zgarib borar ekan. Yoshingiz o'tgan sari, biznesingiz kuchaygan sari. Bunisini ham qo'shib qo'ying-da. Ha, biznesingiz kuchaygan sari albatta. Chunki mana bugun men o'ylaymanki, har bir risk qimmatga tushiradi kengaygan sari. Bu yerda nima deydi? Umuman желательно уже aktivingiz kattami, kapitalingiz kattami, налоговикка vashi kirgizmaslik o'zi yaxshi. Vashi povod qoldirish kerak emas, ular kirib kelishiga. Chunki kirib kelgandan keyin уже o'zingiz asabingiz buzilardi, ishchilar vaqt oladi, topaman desa bir narsani topish ehtimoli bor. Shuning uchun eng banalli narsalarni joy-joyida hammasini to'g'ri yuritib qo'ygani yaxshi. Va men aytmoqchimanki, endi kapitaliga qarab, конечно. Kapitaliga, komandasiga ham qarab, agar u qanaqa komandasi bo'lmasa, o'zi buxgalterskiy образованияsi bo'lmasa qanaqa qiladi? Kechigindi bilasizmi, kechigindi Bahodir akam tanishlar telefon qilib qoldi. Men eshitib qoldim. U anaqa ekan, qamalib qolibdi. Aytib berdi, nimadan? Ular mol olib kirgan ekan. Anaqa chorva bor, mol. Qayerdandir chegaradan mol olib kirishgan, import. И в итоге ularni o'sha судебный разбирательство bo'ldi. Ularga 6 milliard jarima qo'yib beribdi. Короче, mana bunaqa bo'lgan ekan. Vesi o'zi po faktu og'ir bo'lgan ekan, lekin qog'ozda invoysda kam yozdirgan ekan. Bu narsalarni bir narsa kontrabanda deydi-da baribir. O'sha bo'yicha 6 milliard bo'yniga qo'yib qo'ygan-da ularni. Uni keyin qamatishdi. 2 yilgami qamatishibdi. Ya'ni bu nimadan kelib chiqyapti? Avvalambor buni bilimi bo'lganida bu narsani qilmasdi-da u. U ham tadbirkor lekin. Bilimi bo'lishini o'zi yetarlimi yo uni komandasi shu narsaga e'tiborsizligimi bu yerda? Unda komanda yo'q-da. Unda komanda yo'q, tadbirkorlar ham ko'p-da. Значит, hujjatga e'tiborsizlik albatta avvalambor og'ir ahvolga ham olib keladi. To'g'ri. Mana qarang, u qoshizaman deb ko'shi qazib qo'ydi-da endi. O'zi endi importni boshlagan. Bir 8 ta mashina tushirishgan. Bittada bombani tushirishdi. Men o'ylaymanki, hozirgi kunda tadbirkorlar juda ham saviyasi baland bo'lish kerak. O'zini yo'nalishda, mayli buxgalteriyami, tamo'jnyami baribir. Plus o'zi qilmasa ham bilish kerak baribir. Hisobi to'g'ri yuritilayotganligini nazorat qila bilish kerak deysiz. Chunki bugun o'zi so'rab turgan narsangiz ham-da. Qani tekshirib o'rganlaringni olib ketyapsiz menga ham. Shunga o'xshash holat. Qarang, mana Gulchilikda barakasini bersin. Zo'r, mana atrofni ko'ramiz, kelganda ham o'zimiz ham havas qilamiz. O'zimiz mana hamma biznesingiz jarayonida soliqlarni ham boshqasini ham kuzatib boryapmiz. Bizga ham shunaqa zo'r ko'rinadi. Voy, bahor gullari, оборот zo'r. Chetdan qaraganda zo'r. Podvodniy kaminlar bormi? Biza ko'rmagan nima podvodniy kaminlar bor? Voy, to'xta. Hammasi joy emas, qiyin joylari bor deydigan. Mana ko'p anaqalar. Ko'rinmagan, bizga ko'rinmayotgan risklar. Endi bitta narsani aytaman sizga. Birinchidan gul, o'simlik bu живой mahsulot, tirik mahsulot. Boshqa mahsulot yo'nalish bizneslar bilan farqi katta. Bu yo'nalishimizda avvalambor eng riski baland bizneslar turiga kiradi. Chunki bu organizm. Bu masalan avtosalonni biznesi emas-da, bu mashinangizni qo'yib qo'yasiz, klientga sotasiz. Ha, bu unaqa emas bu.
bunga mehr, e'tibor, bilim, praktikangizdan kelib chiqib, bu masalan rangiga qarab siz уже bilishingiz kerak u nima xohlayotganini. Chunki uni tili yo'q sizga gapiradigan. Nargiz opa, menga suv kerak edi yoki menga mana bu vitamin A yoki vitamin B kerak deya olmaydi-da sizga. Keyingi masalasi bor. Bilasizmi? Bu biznesda men nechta hozirgi kunda lavozim bor bilmayman. Taxminan 35 tadan yuqori menimcha. 35 xil lavozim bor bizning kompaniyada. Undan yuqori menimcha. Har bir lavozimda men ishlab chiqqanman. Har bir lavozimniki yaratilganda men uni ishlab chiqqanman-da. Keyin o'sha diplom etganimizdan keyin odam olganmiz unga. Keyin mana shunaqa qilib org struktura yaratilgan. Sekin. Oldin men o'zim anaqa nima deydi, buketchi bo'lardim. Keyin уборщица bo'lganman qo'shimchada, baribir уборка qilish kerak-ku, do'kon arendaga olganingizdan keyin. Keyin buxgalteriya yurishingiz kerak, baribir YTTniki bo'lsa ham buxgalter. O'tib chiqdim. Ketdi. Ya'ni gul biznesimizni boshqa bizneslarga nisbatan juda katta farqlanadi. Farqi katta. Eng nozik tomoni. Nozik tomoni buni xavoskor biznes to'g'ri zo'r. Bu zo'r orqasida ana o'sha riski nima bor? Zo'r orqasidagi qo'rquv yoki odamlar ko'rmayotgan anaqa. Avvalambor shuncha yillik tajriba bor. Hozir tayyor $2 million tikaman desangiz, mana shunaqaga kichkina biznesga, bunaqa kattaga emas, kichkina biznesga $2 million tikaman desangiz, siz u bilan kuchayib ketmaysiz bu yo'nalishga. Siz 5 yilda uni yemirib borasiz. Bu birinchisi. Ya'ni ko'p gulchilar bizga, gulchilar emas, odamlar, biznesmenlar havas qilib mana shunaqa yo'nalish ochadi. Lekin bundan yashab ko'tarilish kerak. Lekin bu tajribasi bor odam bu biznes yurita oladi. Tajribasi bor. Ya'ni mana shu yo'nalishda o'zi hamma narsani tushunadigan. Lekin $2 million puli bor odam, menimcha bu sadovnik bo'lmagan bo'lsa kerak-ku, to'g'rimi? Sadovniklikdan chiqmagandir deydi. To'g'rimi? Bu to'g'ri. Endi qarang, bu biznesni kenchi erim bilan anaqa qildi-da. O'yladi u. Yevropada bunaqa biznesi borlar. Ota kasb ekan hammasida. Avloddan avlodga o'tib. Shunaqa. Вот. Ya'ni birinchidan opitingiz katta bo'lishi kerak. Agar bu biznesni boshlamoqchi bo'lsangiz. Bizda erim bilan, bizda hamma opit bor bu yo'nalishda. To'g'ri, endi hozir bitta ozgina havo o'zgarsa nima qilish kerakligini bilish kerak-da. Albatta, mana yarim sel shamollar kelyapti. Shunday shamol bo'ladi, issiq shamol, bayingizni quritib ketadi. Bilsangiz agar. Undan tashqari bu chiroyli kartinkani orqasida men erim boshqaruvni anaqa qila olmadi baribir. Mana odamlar ko'p motivatorlar bor-ku, yoki biznesni avtomatizatsiya qilib beramiz deydiganlar bor-ku. Sen Gavay orollarida dam olasan, lekin biznes o'zidan o'zi yuradi deyishadi-ya. U shunaqalar ham kelib qilib bera olmadi-da. Tizimlashtirish avtomatizatsiyani. Вот, qaysidir qismida ishlaydi. Lekin baribir bizning uchastviyasiz emas. Nimaga aytaman? Men unaqa motivatorlarga ozgina o'zim ham qarshilik qilaman. Chunki bozor, mehnat bozori bor. Mehnat bozorida gulchilar, bog'bonchilar umuman yo'q. Landshaftniy dizaynerlar yo'q. Lekin agrarniy universitet bor bizda, selxoz universitet. Hech kim yerda o'qigisi kelmaydi. O'qiganlar ham boshqa yo'nalishga kirib ketadi. Anaqa ko'pchilik hozirgi kunda ofisda ishlagisi keladi, takoy qog'ozli ishda ishlagisi keladi. Bu yo'nalishda shuning uchun mehnat bozorida ishchilar bo'lmagan uchun biz betga 0 odamni olamiz-da va biz uni o'stiramiz betda. Bu bor. Nafaqat o'zingiz birga yashab ko'tarilgan, kadrlarni ham boqamiz deysiz. Kadrlarni ham o'stiramiz. Ko'chada yo'q topa olmaysiz mutaxassis. Turmush o'rtog'im aytadi, qo'ysang-chi, nima qilasan, paroyda zerikib ketasan deyiladi, yurishga deb olib ketib qoladilar. Ishda nima qiziqarli-yu deyiladi. Shunaqa. Oddiy kuni ham ishlaymiz. Ну вот, hammadan baxtli kelamiz-da, hammadan kech ketamiz. Kadr orqasidagi sizga kartina. Siz xafa bo'lmaysiz, bitta savol. Nega bahor gullari boshqa gullardan qimmatroq? Qimmatroq? Mayli, xo'p. Men unga xafa bo'lmayman. Mana bitta narsa-da. Boshqacha aytaman, ancha qimmat. Qancha? Ancha qimmat. Ancha? Yo'q, qanchami? Chami? Ancha. Yo'q.
Mana qarang. Nimasi bilan keling, nimasini hisobiga bunaqa qimmat? Siz konkretni keltirib bera olasiz? Mana bilan buni. Keling, misol uchun, mana shu gulni bilan mana shu. Men bilmayman, ya'ni siz bu gulni solishmang, bu Xitoy guli, masalan. Men sizdan boshqa javob kutuvdim. Ha. Sen hozir bozordan borib 200 ming so'mlik gulni olasan, parvarish qilganingdan keyin u nimadir bo'ladigan bo'lsa ham, ertaga bir hafta 10 kundan keyin, bir oydan keyin borib yana boshqatdan shu 200 minglikni olasan. Yo'q. Sizdan olgan gulimni mani qo'limda to'liq instruksiyasi bilan berib yuboryapsiz. Bunga mana bunaqa qaraysandan boshlab, mabodo o'zim borib qarab beraman degan narsa bor-da sizda. Uning uchun qimmat bo'lish kerak emas. Yo'q. Avvalambor, bugungi kunda siz bemalol bu gulni internetga rasmini qo'ysangiz, sizga aytib beradi, nima qanaqa parvarish qilishingizni. Yo'q, siz mehriz bermagansiz yoki optiz yetmagan. Ana o'sha optiz sizda bor-da, o'shaning uchun. Optiz yetmagan sizda. Bizda birinchidan gullar qimmat emas, men siz narsani aytaman. Bizni narxga avtomatiski el yurt qatori tekshirgan holda biz o'zimizdagi narx qo'yamiz. Narx o'rganib borasiz. Albatta, bu katta kompaniyada siz to'g'ri, konkurensiyaga ham chidash kerak. Yo'q, siz nima deydi? Bizda qimmat deya olmayman, lekin baribir gul bilan gulni mana bunaqa yoniga qo'ysangiz, keyin bilasiz farqini. Agar siz mana shu siz bizda qimmat deb tursangiz, unda keling arzonni yoniga qo'ying deymizda, bilinadi, shunda bilinadi faqat. Bo'ldi. Shunda bilinadi. Tak vizualni alohida uni ko'rib, bu yoqda alohida ko'rsangiz bilinmaydi. Siz chunki professional emassiz-da. To'g'ri. Siz men professionalman, shuncha aytaman, yonma-yon qo'ying, ko'ramiz farqini. To'g'ri, ancha emas, to'g'ri. Nisbatan qimmatroq degan joy bor. Biz nimadan foyda qilamiz? Biz ob'yomda foyda qilamiz. Sizga qimmatroq sotganimizdan foyda qilmaymiz. Bizga qimmat sotish невыгодно klientni aynitish. Chunki bilasiz, shahardan 15 kilometr uzoqda biza. Yo'ldan mana 2 kilometr ichkarida biza. Bizda nima bilasizmi? Bizda nima zo'r? Avvalambor narx el yurt qatori qo'ldan kelgancha biz harakat qilamiz. Lekin qimmat emas. Demak, men uni farqi bormaganligim uchun menga shunaqa tuyulyapti. Shunaqa, ha. Bo'ldi, tushundim. Keyin bizni Yevropadan gul olib kelsa, eng nomer 1 katta pitomniklardan sifatli sari mollar olib kelamiz. Qolib ketgan dehqonlarni, zo'rg'a gulni sota olmaydigan dehqonlardan gul olib kelmaymiz biz. Biz eng zo'r pitomniklardan gul olib kelamiz. Bu degani sari mol bo'ladi. Вот. Keyin bizda narx-navo bo'yichmasiga aytdim, что konkurentоспособный. Ikkinchisi, bahor gullariga kelsangiz, shunaqa assortimentni topasiz bizda. Что bunaqa assortiment boshqa pitomniklarda topamiz. To'g'ri, qo'shilaman. Keyin bu порядкani qarang. Siz boshqa любой pitomnikka borib keling, bunaqa generalniy порядкani ko'ra olmaysiz. Chiroyliligini qarang, bu порядкаga ekspluatatsiyasiga ancha-muncha pul ketadi. Ya'ni bunga ham biz pul sarflaymiz. Ya'ni bizni daromadimiz kamayyapti. Но самое главное, чтобы klient kelganda bu yerda chiroyli atmosferada yashab o'tib ketsin deb. Undan tashqari servislarimiz bor va hokazo. Unda boshqachasiga. Nima sizni boshqa gulchilardan ko'ra ключевой tomoningiz? Ключевой resurs deydigan joyingiz. Birinchidan bozorda 91-yildan beri biza bir. Ikkinchidan qilib qo'ygan, qoyillatib qo'ygan katta proyektlarimiz bor. Masalan, va bundan masalan katta proyektlarimizdan biriga mana davlat mukofotini do'stlik ordenini olganmiz даже. Bu доказательство. O'zbekiston iqtisodiyotiga bizni hissamizdan qo'shganimiz uchun. Keyin Alloh xayrli qilsin. Ha. Allohga shukr. Ya'ni bizni mehnat, komanda tomonidan resursimiz cheksiz. Ya'ni siz bizga hozir любой katta obyektni bersangiz, biz sizga bajarib beramiz ishni. Bu bir. Bu mana komanda bo'yicha. Bu juda bo'yicha. katta kalit. Va tovar оборот bo'yicha tovari ham hozir bizga Mirzo Ulug'bek parkini bersangiz, azilni chiqib bera olamiz. G'ofur G'ulom bor. Ya'ni tovar bizda ham ob'yomi katta. Assortimentga ham, hajmiga ham любой narsa ko'tara olasiz. Stajimiz katta. Bu degan 91-yildan beri biz bozorda biz. Shu joyi ham bor. Qog'oz gapirishga qaytamiz. Aha. Buxgalteriyani qarayman dedingiz, a? Birinchi siz bilan ko'rishganimizda ham buxgalteriyangizda juda o'zi shtat bo'yicha ham hamma tomondan odamlari bor, yetarli.
undan tashqari auditor qo'yib, unga hali главный buxgalterlar bor, unga yana auditor biriktirib qo'ygansiz. Nima majbur qildi soliq maslahatchisi bilan ham ishlashga? O'zingiz ham nazorat qila olsangiz. Menda ishoning, buxgalter zo'ridan zo'r ishlatdim. Men podarka buxgalterlar paslar. Chunki birdaniga 4 ta firmani boshqarish kerak-da. 4 ta MCHni. Shuning uchun majbur bo'ldim qimmat zo'r buxgalter ham olishga. No degan joyda baribir ko'rdimki, u buxgalter tadbirkor ko'zi bilan baribir ko'ra olmas ekan buxgalteriyani. Tadbirkor ko'zi bilan ko'ra olmas ekan. Qayerdadir baribir xatolari qolib ketayotganini ko'rdim. Ko'zi ko'rmayapti. deb yuboradigan joylari. Keyin O'sha buxgalteriya ham bilganligingiz uchun ko'ryapsiz uni. Keyin nalog optimizatsiyasi bo'yicha nalog bizada masalan kamroq nalog to'lasa bo'ladi, faqat qonun doirasida siz o'zingizga tegishlini topsangiz, o'sha doirasini qo'llasangiz o'zingizga va o'sha yo'nalishda ishlasangiz, kamroq nalog to'laysiz. Lekin meni glavbuxim bu joylarni hech qachon ko'rmas edi. Nimagadir men ko'rardim. И вот endi shunga o'xshagan narsalar keyin baribir недочетlik ko'p bo'lardi. Auditoringiz ham bor edi ustida. Auditor ham bor edi, ha. Auditorim endi mayli, nima majbur qildi biz bilan qo'shilib ishlashga? Auditorim bitta choyxonada, ya'ni bitta stolda ovqat yegandan keyin baribir bir-biriga qattiq gapira olmas ekan. Shu ham bor ekan. Bir-birini ko'zini cho'qmaydi, baribir ertaga salomlashishi bor. Zadachilar imini bir-biriga qarama-qarshi bo'lishi kerak. Hali auditor albatta buxgalteriyani bundoq bo'yniga qo'yib bera olishi kerak-da o'zi. Lekin bo'yniga qo'yib bera olish uchun avvalambor u auditorni oyligini nachисление qilish kerak emas-da. Buxgalter nachисление qilish kerak emasmi? Albatta, yoki boshqasini masalan. Bir-biriga prinsip ketib qolmaydi. Ketib qolish kerak emas. Lekin ketib qoladi. Shuning uchun auditor ham nabutilivezni, to'g'irlab ketarsiz degan joy mashaq bo'ladi. Bu men o'zim uchun ham nima qilyapti, tushundim. Shu keyin nima desam ekan, keyin sizlarni men yordamchimga aytdim. Главный buxgalter men уже to'g'ri kelmayapti-da, keyin narxini oshirishni boshladi. To'g'ri kelmayapti uni rezultati. Keyin aytdim, qara dedim, bizga налоговый bo'yicha bizga yaxshi maslahatchi kerak dedim. Chunki ligotalarni aynan o'sha paytda ligotalar qidiryotgandim o'zimga. Вот, yaxshi maslahatchilar bormi? Bor, qaragin. Keyin anaqa sizni kompaniyangizni topib keldi menga. Keyin siz bilan uchrashdi. Xo'p, hammasi itak хорошо degan narsa yo'q sizda. Shu paytda. Itak хорошо edi. Ko'pchilik bor, mana bunaqa narsa, nima demoqchiman, ko'pchilik yo'q, itak хорошо edi, lekin ko'p anaqa proverka kelaverardi. Qizilga nima deydi, kirov deydimi, nima deydi anani? Kameralka kelaverardi bizga. Har gal o'sha kameralni yopdi qilishga glavbuxa ketardi antika. Da, boshga kelganimizda unaqa narsa ko'p edi, ha. Lekin ko'p edi, oxirgi paytlar rissa ko'p anaqa tushib qolaverardi kameralkaga. Shuning uchun majbur bo'ldim men налоговый konsultant kerak deb. Keyin siz anaqa taklif qilib qoldingiz, mana bunaqa uslugani, keyin matematik hisob-kitob qilsam, dedim, главный buxgalterdan ozgina qimmatroq ekan. Glavbuxa olib tashlayman dedim, ana qolgan komanda qoladi dedim. Orasidan eng zo'rini starshi qilib qo'ydim. Mayli, glavbuxa olib tashlaganingiz bilan glavbux yo'q bo'lib qolmadi. O'rtoqlar, главный buxgalter kerak baribir. O'zlaridagi buxgalterlardan boshqasini главный buxgalter qilib tayinlaganlar. Biz bilan ishlaganda главный buxgalter olib tashlash kerak degan tushunchaga borib qolish kerak emas. Materialni уже o'zimda 4 yildan beri ishlagan odam уже glavbuxa qilib tayinlab qo'ydim-da. Nima o'zgarish bo'ldi? O'zgarish mayli, biz bilan ishlash boshladi. Bu yerda meni maqtash emas, imini nimadir o'zgarish his qildingizmi? Biz bilan 3 yildan beri alhamdulillah ishlayapmiz. No, endi пока chist ochig'i o'zimga. Ochuvchasini aytaman, baribir bu hamma narsa anaqa ishonch-ku. Mana hozir men sizga ishonyapman. Bemalol yuribman, no тем не менее baribir bilasizman, tekshiraman buxgalteriyani. Sizlar ko'rmayotgan narsalarni men ko'ra olishim mumkin. Shuning uchun tekshiraman, no тем не менее mana menga eng yaxshi tomoni hozir bu ikkinchi marta berasizmi reviziyani? O'tgan yil birinchisi bo'lgan bizda. Bu uchinchisi bo'ladi. Birinchi tekshirganimiz bor, keyin yana birinchi generalni tekshirganmiz. Ha, bo'ldi. O'tgan yil ikkinchisini berdingiz, ikkinchi reviziyani berganingizda годовой audit qilib berdingiz. Годовой auditni ko'zim moshday ochilib ketdi. Ya'ni 1 yil ishlabmiz, главный buxgalter bilan, komanda bilan 7 tami buxgalteriyada odam bizda.
bir yil ishlabmiz, lekin bir yil audit kamomatli chiqib kelman, jin bo'lib qoldim. Voy deyapman-da, hozir налоговый shuncha man jarima qiladiman deyapman-da, man buncha foyda qilmadimmi deyapman-da. O'sha narsangiz meni anaqa qildi. Yoqdi, chunki u riski aniqlanishidan tashqari Global sizga qilish bar ham bor. etmaydi, sizga что mana shu kamomatingiz bor, ertaga bu anaqa налоговый kelsa, mashinaga tayyor bo'lib turing demaydi, lekin siz reviziyangiz отчети menga konkretni ko'rsatib berdi va men ko'rsatib bergandan keyin buni biz bartaraf qilish ustida ishladik-ku va buni bartaraf etdi va bu menga ruhan baribir spokойствие berdi. No endi xudo xolasa bular bartaraf etilgan bo'lsin iloyim. Mabodo proverka kelsa, choy poy kofe qilib beramiz, tekshirib bemalol ketaversin. Lekin hali kelmadi proverka. Kelmasin ham, chunki hozirgi kunda oldin degan planga tushib qolding degan narsa yo'q. Birinchidan risk analiziga qaraydi. Risk analizida chiqsa, keyingi o'z qadamlari bor reviziyaga kelguncha. Xudo xolasa sizlar bilan hamkorlik darajasida ishlab kelayotganini o'zida ham qanaqadir risk ko'rinadimi, sразу o'shanga ham qaralyapti. To'g'ri, ichkarini o'zi to'g'irlab kelinyapti. Nimadir risk bo'ladigan bo'lsa, soliq organi ko'rmayotgan nimadir bo'lsa, darrov borib ko'rsatyapti. O'rtoqlar, mana hammasi to'g'ri deb, shuning uchun yuzini teskari qilsin ham, kelmayapti. Mabodo kelgan taqdirda ham bemalol xotirjammiz. Sizni xotirjamligingiz biz uchun важныйroq. U narsaga biz doim tayyor turamiz. Tadbirkorlikka keling, mana bunaqa narsa rivojlanish bosqichida aynan qog'ozga qanchalik e'tibor berish kerak va qaysi bosqichda ko'proq e'tibor berish kerak degan maslahat berardingiz. Qaysi bosqichdami? Qaysi bosqichda qanchalik e'tibor qaratish kerak? Любой bosqidan boshlab qog'ozga to'g'ri qaragin degan narsa men o'zim ham aytmayman, sinib qoladi. Endi boshlayotgan tadbirkor, misol uchun aytganingizdek 5-6 ta buxgalter bilan shuncha komandani ushlab tura olmaydi baribir. Lekin qaysidir bosqichga kelganda u to'xta, уже переход надо deydigan narsa. Уже переход boshida YTT edi, keyin firmadan keyin 5-6 ta 3-4 ta buxgalteriyani o'z yuritdingiz ham, qarab ham turdingiz. Keyin mana 7 ta buxgalter, endi soliq maslahatchisi, moliyachi, borgan sari komandan kengaytirib borasiz. Qaysi bosqichda e'tibor qaratish kerak deb maslahat berasiz? Qog'ozga ham. Hujjatlarni yuritishga mutaxassislar bilan ishlash. Endi har xil yo'nalishlar bor, har xil mahsulot sotishlar bor, masalan, to'g'rimi? Biznes darajasiga qarab demoqchiman. Darajasiga qarab. Endi keling, ishchi xodimdan kelib chiqaylik. Masalan, men o'ylashim bo'yicha, lekin hozir yangi qaror ham chiqdi-yu, hozir YTTlarmi, firmalar 1 milliardgacha edi-yu. BZNDS ishlaydi. Endi 5 milliardgacha qildi, to'g'rimi? 5 milliardgacha, значит, fiksirованный налог to'laydimi? Ha. YTTni haligi yo aylanmadanmi? Shu aylanmadan fiksirованный YTT bo'lsa 1%, MCJli bo'lsa 4%. Zo'r qilib qo'yibdi o'shani ham-da. Masalan, Rahmat. zo'r qilib qo'yibdi. Qarang, agar bir 50 tacha xodimgacha bemalol YTT bilan ishlasa bo'ladi. Ha. Оборотga qarab, оборотga barib qarash kerak-ku. Keyin davlat zakazlari bo'lmasa, перечисление объемlari bo'lmasa, o'tding baribir hujjat уже e'tibor qaratish kerak. Davlatni katta kontraktlar bilan ishlamoqchi bo'lsangiz, albatta уже MCJ по-любому ochasiz. MCJ ochasiz. Lekin MCJni hisob-kitobi yomon bo'ladi. O'ta orqaga yo'l yo'q. Желательно MCJ ochganingizdan keyin boshidan hamma narsani kirdi chiqdi, остатка товариz to'g'ri bo'lsa yaxshi-da. Chunki noto'g'ri bo'lsa, qilgan foydangizdan ko'proq jarimaga tushib qolish ehtimoli katta baribir. Shu joyi ham bor. Qog'oz gapiradi deganda nima tushunasiz? Qog'oz gapiradimi? Biznes emas, qog'oz gapirgan payt bo'lganmi? Qog'oz gapiradi? Ha, bo'lgan. Bitta katta obyektni qiluvdim. Keyin anaqa men bu generalniy prokuratura chaqirtirgan. Generalniy prokuraturani qo'shidagi departament chaqirtirganda mana. Davay degan, Nargizichka degan, pul qani degan, pulni obnov qilgansan, pulni qanaqadir yo'q qilgansan deyapti. Bir payt kirsam, mashinada katta bitta bir дорожный karta qilib qo'yibdi. Men to'g'rimda, meni firmalarim to'g'rida. Qatdan pul qatga tushgan. U pul men bu YTTga o'tkazilgan, bu YTTdan kimni qatiga o'tib ketganligicha hammasi bor-da. Men bunda ko'rdim-da, yo'q, shunaqa bo'lgan ekanmi deyapman-da. Keyin shundan ular qidiryapti, davay deyapti, qani deyapti, xato topolmayapti lekin. Xatoni topolmayapti. Keyin bitta narsani, ya'ni qaysidir sen ustavdan pul yechding,
lekin sani haqqing yo'q edi degan xatoni bo'ynimga qo'ymoqchida. Keyin men esladim. Men uni hujjatini qilib qo'ygan edimda. Hujjatini qilib qo'ygan edim. Keyin topdim hujjatini. Bolalarga telefon qildim, topdim hujjatini. Hujjatini ko'rsatib berdim va xayolan o'sha hammasini o'zim bilaman, u qayerda nima hujjatim borligini. Shunda tars hujjatlarini ko'rsatdim. Bolalar bilasizmi nima deyishdi? Bo'ldi deyishdi. Kerak bo'lsa chaqiramiz deyishdi. Ya'ni prokuraturadagi bolalar ham hujjatda ko'rsatgandan keyin jim bo'lib qolishdi bo'ldi. Ya'ni o'sha yerda va bu bu qog'oz degani gapirdi. hujjat agar bo'lmaganda bu yomon bo'lardi. Indamay jinoyatchi chiqib ketaverardi. Jinoyatchiga chiqib qo'yardi. Ha, voy, u siz qarang, bitta u joyga chaqirgandan keyin bu katta summa sizni bo'yningizga qo'yib qo'yiladi. Katta jarimani bo'yningizga qo'yib, kechirib qo'yasiz. Bo'yningizga qo'yib qo'yadi, o'tirasiz keyin. Yoki to'lolmasangiz qamatadi, xudo asrasin, yoki bo'yningizga qo'yib qo'yadi, mol-mulkingizdan undiradi. Men o'ylaymanki, shuning uchun boshidanoq hujjat to'g'ri bo'lsa, lutshi ularga ishi tushmagani yaxshi. To'g'ri, hali Ishi tushmagani yaxshi. qog'oz joyiga qo'yib qo'yadi. To'g'ri, lekin qog'oz yuritish uchun, qog'ozni to'g'ri qilish uchun bu daromadingizni sal kamaytiradi. Lekin baribir mana bunaqa qilish kerak emas. Qanot. Bunaqa qiladigan bo'lsangiz, tiqilib qolishingiz ehtimol bor. Tiqilib qolishingiz mana shu narsa bo'ladi, baribir. Endi men bugun bu gapni aytyapman, chunki bugun men qo'rqaman hujjatsiz ishlashga. Chunki мне есть что терять. To'g'ri, shu biznes kengaygan sari, borgan sari hali Shunaqa, ha. qog'oz bilan mustahkamlab borish kerak. Bu zo'r case desa ham bo'ladi. Biz ham o'zi amalda tadbirkorni nimasidan qutqara olamiz? Misol uchun hali kimlargadir jinoyat ishi ochilgan bo'ladi, milliardlab hisoblashadi va tegishli hujjatini qilib bera olmaganligi uchun shu milliardlar chiqib turgan bo'ladi va biz ham borib nimasidan hali sehrgar emasmiz, boshqa emasmiz. Kerakli hujjatni mana qog'oz borligi uchun yuritiladi. O'sha qog'oz yo'ligi uchun kimlardir jinoyatchi chiqib ketadi aslida. Mayli, buni chetga qo'yamiz. Bahor gullarini kelgusidagi rejalari. Rejalarmi? Hozir qaysi darajada yoki qayerga qarab ketyapti-yu, kelgusi 5 yilda nima qiladi? 3 yilda, 5 yilda. Nima desam ekan? Lekin biz o'z yo'nalishimizda, mana shu O'rta Osiyoda baribir nomer 1 hisoblanamiz. Chunki bizda yo'nalishlar ko'p, ishlab chiqarish ham bor, import ham bor, import zamещение ham bor, xonaki gul, уличный gul, landshatniy dizayn, servis. Pomidor ishlab chiqaramiz, teplitsa, da. Juda mana shu gulchilik yo'nalishda o'zi juda hamma yo'nalishdan olib olgan bizda. Nomer 1 hisoblanamiz baribir bahor gullari. Bugungi kunda men 40 ga to'lgan bo'lsam, o'zi aslida boshqa rivojlanishga umuman xohishim yo'q. Ochiqchasiga aytaman. Xohishim yo'q, baribir yoshingiz o'tgan sari baribir prioritetlar, dunyoqarashingiz o'zgaradi. Baribir topgan pulingizni nima qilasiz? Go'ringizga olib ketmaysiz. To'g'rimi? Jamiyat gullatib o'tirsan bo'ladi. Ishlayman desangiz, оказывается, mana toqqa ko'rasiz, tog'ga ko'rasiz, chiqasiz. Erim tushuntirdilar-da, Nargiz u toqqa chiqqandan keyin keyingi balandroq tog' ko'rinadi. Uni ketidan dalsha turadi. Xuddi shunaqa bugungi mana hozir biznes qilaman desang, millionta ish bor qilishga. Men aytmoqchimanki, er-xotin o'zi уже anaqasiga kelib bo'lganmiz. Hamma maqsadlar, orzular amalga oshib bo'lgan. Alhamdulillah. Xudoga shukr. Endi bizning maqsadimiz albatta buni maksimalniy 100% hujjatli ishlash, tizimlashtirish qo'ldan kelgancha va sifat ustida ishlash, klientlar kreativ ustida ishlash, nima deydi, klientdan ko'ynidan qolmasligimiz maqsad. Kengayish maqsadimiz yo'q. Bu dalshkuda deydi-yu. Yo'q, endi o'sha dalshi to'g'risida. Deyarli butun O'zbekiston ta'minlab turibsiz. Shunga er-xotin aytdi, bo'ldi, hisobimizda bormi deymiz-da, lekin necha kundan keyin Bahodir akam yengil olib keladi, nechadir kundan keyin men yengil olib kelaman. Xullas, biznesmen o'sha bo'lganingizdan keyin men miyangiz baribir yengillikni anaqa ko'radi. Keyin biznes shunaqa narsaki, Murod aka, agar siz unga yengil olib kelmasangiz, u modadan qolib ketadi, baribir.
baribir siz nomer 1 bo'lganingizdan keyin siz har doim trendda bo'lishingiz kerak. Konkurentlar sizdan qaytarish kerak. Siz konkurentdan qaytara olmaysiz. Konkurentlar tez siz orqangizga yetib oladi. Shuning uchun har qanaqadir periodda yangilik biz olib kiramiz biznesga. По-любому, bunsiz ilojisi yo'q. Eng zo'ri bo'lishni xohlasangiz, konkurentlar qilmagan ishni birinchi siz qiling. Konkurentlar siz orqangizdan yursin. zo'r. Lekin unaqa darajaga kelganingizdan keyin siz baribir stopingiz bo'lmas ekan, chunki stop qilsangiz konkurentlar sizdan o'tib ketadi. Уже to'xtab bo'lmaydigan daraja. Joyizda turish uchun yugurish kerak. Shu. Joyizda turish uchun yugurish kerak-da. Nima qolib ketdi? Nimani aytmoqchi edingizki, men so'ramay qoldim. To'xtab uradi, ichimda mana bu narsa yonib turdi deb so'ramading deydi. Endi mana siz bilan 2,5 yil bo'ldimi ishlaganimizga? Da. 3-yil. 2,5 yildan oshdi. Lekin men o'zi Xudoni suygan bandasiman deb hisoblayman o'zimni aslida. Hech qachon baxtsiz deb o'zimni hisoblamaganman. Naborat har doim baxtli hisoblaganman. No, bu baxt nima uchun menga har doim baxtli kunlar, baxtli narsalar kelaveradi deb o'zimga o'zim savol beraman. Значит, men Xudoni suygan bandasiman deyman. Ya'ni dальше Allohning qo'ynidan qolmaylik ham. Har doim shunaqa Alloh suygan bandasi bo'ling va Alloh har doim защита qilsin va shunga sababchilardan biri siz bo'lasiz, sizni komandangiz. Masalan, mana korxonamiz katta va bugungi kunda siz bizani налоговыйni oldida, davlat hukumatlarini oldida налоговый yo'nalishda, ya'ni siz bizani yo'naltirasiz. Qatta noto'g'ri ish qilsa, sразу stopimizdan yoqasiz, to'g'rilattirasiz bizga. Bizani romkamiz. Mana shu romkamizdan ushlab turib, bizni ishlaymiz. Bugungacha proverkalardan yaxshi o'tdi, lekin kelgusida ham nima deydi? Inshaalloh proverkalardan zo'r o'tsa, men sizdan xursand bo'lardim. Baribir bu narsaga har doim qarashingiz kerak. Как shu korxonani asoschisi bo'lganingizdan keyin bu korxonada sizni mutaxassislaringizga ishonib ishlamayman, men sizga ishonib ishlayman. Voydat. Ana mas'uliyat. Shuning uchun iltimos qilaman, bizani ham nima deydi, kelajagimiz bardavom bo'lishi kerak kompaniyamizni. Sizga ishondim, mana shu kichkina yo'nalishni yopib bersangiz bo'ldi. Buxgalteriyamizni hech qachon yonini olmang. Men sizni ham yoningiz olmayman. Вот. O'zingiz ham bilasiz, qancha joyda qilsangiz mumkin emas, xohlasangiz xohlamasangiz ham turaveramiz-ku. Haqiqatda Nargiz ham o'zlari ham ko'pincha o'rtoqlar mana shunaqa bir ikkita joylarda falon narsa qilsa bo'lmaydimi, falonchilar qilayotgan ekan u desalar biz to'xtab turaveramiz. Yo'q Nargiz, mumkin emas deb oyoqtirib turaveramiz. Balki o'shancha hozir aytayotganlaridek shuning uchun ham ozgina xotirjamdirlar. Nima aytsalar qilib ketavermaymiz. Bo'ldi. Avvalo ishonch uchun rahmat, lekin alohida yana bir ta'kidlab o'tmoqchiman. Bu yerda menga ishonib mayli boshlangan ekan, lekin bu komandaga berilgan topshiriq, bu komandani o'zi ham hamma risklarni ko'rib, bu shug'ullanib turgan shu komandaga ham baribir alohida ishonch bildirsangiz, yana ham xursand bo'lamiz. Xudo xohlasa ishonchingizni oqlashga harakat qilamiz. So'nggi fikrlaringiz bu siz bilan bo'lgan suhbatimizga. Tadbirkorlarga nima tavsiya berasiz, nima maslahat berasiz, qog'oz bilan ishlashda, biznesni rivojlantirishda va hokazo. Endi bugungi kunda baribir bugun zamonaviylashib ketgan налоговый organlari ham, davlatni har xil organlari ham, shuning uchun tadbirkor yo'nalishiga qadam bosdingizmi? Тем более YTTdan keyingi darajaga o'tdingizmi? Unda maslahat qilardim, albatta avvalambor to'g'ri, hammada ham bahor gullariga o'xshagan ikkita uzukka ko'z qo'ygandek asoschi bo'lmaydi ko'p holatda. Ko'pincha eri o'zi yurg'izadi, masalan, erkakni o'zi yoki erkak kishi bilan sherikchilikda o'rtog'ingiz bilan yurg'izasiz. To'g'rimi? Ko'pincha er xotin bo'lmaydi-yu. Shunaqa, kamdan kam holat. Kamdan kam bo'ladi, chunki er xotinlar chiqish olmay ketish ehtimoli katta. Вот. Значит, YTTdan MCHga o'tganingizdan keyin albatta buxgalteriya degan narsani o'zi ma'nosiga tushunib oling va налог to'lash va налогga bir ikkita qonun qoidalarini o'qib tushunib olishingiz kerak. Faqat buxgalteriya olib qo'ydim deb shunchaki oylik to'layversangiz va o'zingiz ma'nosini tushunmasangiz,
ertaga katta anaqalarga keladi, Risk. muammolarga keladi. Siz ko'rmagan muammongiz. Bugun buxgalteringiz ishlaydi 5 oy yoki 2 yil ishlaydi. 3-yil, 5-yil yoki 4-yil o'sha ketgan buxgalteringiz o'sha bir narsalarni qilib ketgan bo'ladi, uni tozalash ehtimoli yo'q bo'ladi. Налоговый kelganda bo'yningizga ma'muncha jarima qo'yib qo'yadi. Uni hammasiga siz javob berasiz. Albatta, unga siz javob berasiz. Buxgalter ketgan buxgalter tegmaydi hech kim. Tegsa ham arzimagan jarima qilib qo'yadi, u arzimagan. Lekin to'g'ri, boshlanishini tushunib olsangiz bo'ldi. Keyin firmangiz уже обороты katta bo'lgandan keyin o'zingiz bu narsani tushunmasangiz, o'zingizga qanaqadir o'ng qo'l qilib olishingiz kerak. Bu yo'nalishda zo'r odammi? Ya'ni glavbuch yaratganingizdan glavbuch baribir zo'r yurg'izib bera olmaydi. Oddiy misol mana hozir Tojikistonda-da. Tojikiston olmadingiz mannas. Qiziqsiz-a? Tojikistonda buxgalterlar masporlashaman. Kecha yuristimizni jo'natib yuborganmiz-da Sanjar bilan. Muammo tug'diradi. Nuqul men anaqa boya yuristga ketdim-da, aytyapman-da, men buxgalter yaxshi bilganim uchun men yuristga ketaman. Unga mana bunaqa degan, qaysi qonun, qani qaror ko'rsat, qaysi налоговый qonuni bo'yicha men ustavni fond to'ldirgan pulimni yechayotganimda, уменьшение qilayotganimda 15% налог to'layman deb. Ya'ni ustavni fondni yechmoqchi bizda, kamaytirmoqchi bizda. Yo'q, 15% налог to'laysan deb o'ttigilarini qo'rqitdi-da ishchilarimizni. Men aytaman, unaqasi yo'q deyapman. Keyin borib ertalab налоговыйga jo'natdim yurist bilan. O'g'limni Sanjari налоговыйdan so'radi. Men aytdim, yuristga mana bunaqa deb so'raysan dedim. Qanaqa qilib men biznesimga, firmamga qarzga pul berib turibman, оборотga. Men uni qasmanni olganimda, o'zini olganda qatdan men налог to'lab beraman. Qatdan o'zimni qarzga bergan pulimni kamaytirib olaman-da, значит dedim. Shunaqa dedi. Men aytdim, aka dedim, siz bu narsani налоговыйga tushuntirasiz dedim. Agar dedim, живой pul bilan shakllantirgan bo'lsa, nechpul shakllantirgan bo'lsa, o'shani yechib olamiz. Agar недвижимость yoki boshqa narsalarni shakllantirgan bo'lsa, to'g'ri 15% to'laymiz. Ha, shunaqa ekan deb налоговыйdan chiqib keldi. Buxgalteriga aytsa, borib buxgalteriga aytgan shuni. Tan oladimmi? Yo'q, men xato gapirgan desam, yo'q, tan olmayapti deydi. Haligacha buxgalter o'zini fikrida turibdi deydi. Tushunarli, demak Tojikistonga ham qo'yib beramiz. Dedim, anaqa buxgalter, glavbuch degani, bu degani sizni ishingizni 100% yopdi degani emas baribir. Baribir o'zingizni odamingiz tepasida turish kerak. Tojikistonga ham odam qo'yib berar ekanmiz. Ha, o'zingizni odamingiz endi, lekin agar pulingiz позволяет qilsa, albatta mana Murod akani komandasi bo'lishi mumkin. Endi обороtingizga qarabda. Da, xudo xohlasa. Bitta narsani bilinglar-da, masalan, to'g'ri 2 yil ishlaysizlar deylu firmada, 3 yil ishlaysizlar, lekin jami agar оборотинgiz, допустим, годовой, ну, не знаю, $1 million bo'lsa, hisob kitob qilinglar, $1 million, 3 yilda $3 million оборот qilib yubordingiz, taxminan bar o'sadi bu. Har yili qanaqadir xatoga yo'l qo'ygan bo'lasizlar. Jami hisob kitob налоговый kelganda, agar o'zi bitta narsa bilan birinchi kiradi, налоговый har doim inkassa, chek urish bilan kiradi. Kichkina summa bilan kiradi ichingizga. Ichingizga kirgandan keyin bo'ldi. Уже ketdi. Отделlaringiz, yo'nalishlaringiz bo'yicha уже o'tirib oladi, magazinni pechat qiladi. Давай, invertorizatsiya paytida yoki проверка paytida ishlamaysizlar, odam kirmaydi, chiqmaydi deb. Ana o'shandan hamma narsa boshlanadi. Ana o'sha boshlangandan keyin ehtimoli bor katta summalar chiqib ketishi. Katta summa, masalan, deylik $1 million оборот qilsangiz, siz 3 yilda $3 million bitta налоговый проверка kelganda, siz taxminan главный buxgalteringiz bo'lganida, deylik, no $200 ming bilan minimum jarimada chiqib ketasiz. $200 ming bilan chiqib ketasiz. Minimum bu yaxshi ishlaganingizda bu. Endi Murod akaga murojaat qilsanglar, men bilmayman, $1 million оборотli kompaniyani bitta firmasi bo'lsa, menimcha oyiga $2 ming olasizmi, qanchalik? Plus minus. Yo, $1 million gacha bo'lsa 1000. 1000 oyiga. Arzon ekan, bu degani $12 ming. Godovoy. 3 yilda $36 ming. $36 ming to'lab qo'yish bo'lib yaxshimi yoki bitta kelganda $200 ming bo'yningiz qo'yib qo'yganda $200 ming to'lashingiz yaxshimi? To'g'ri, $200 ming 100% emas bo'yningiz qo'yib berishi, keladimi, kelmaydimi? No riski katta. Shu. Ya'ni bu yerda
bo'lyapti. U 1 million dollarlik оборот degani 16% bo'ladi, 36 ming dollarga 200 ming dollar. Qancha bo'ladi? 16%. 16% riski bor ekanda. 16% tikib osuvchi. Ya'ni 36 ming o'chi oyiga 1000 dollardan to'lab olsangiz yaxshi, chem 200 ming dollar bittada yomon chunki oyiga stress qilib oladi. yiliga 1 million dollar оборот qiladigan 200 ming dollar to'liq оборотli pul bo'ladi o'zi. Endi jarimasi ham 3 yillik bo'yniga qo'yib kelayotgani minimum 200 ming dollar chiqadi. Bu 200 ming dollar u to'liq оборотidagi pul. 5 marta aylantirib 1 million qilgan bo'ladi o'zi. Da. Rahmat bunchalik ishonishiga. Ha, keyin bitta narsa bor. Men aytganimdek, hamma tadbirkor menga o'xshagan emas. Ya'ni buxgalteriyani Shunisi bor. zo'r bilib, men o'zi высшее образованием yo'q-da o'zi. O'zi maktabni shu bitirganman, среднее образование. И то maktab oxirgi yillarida attestat berishmagan, chunki уже yarim yildan keyin bormaganman-da уже. И в итоге anaqa, lekin intellektim baland bo'lgan ekan meni. IQ. Ha, intellektim baland bo'lgani uchun men bu narsalarga kirib ketganman va ishoning 85-yilman, bari 40 yoshman. Bilasiz, 21-yil davr digitalga o'tib ketdi, ya'ni internet olamiga o'tib ketdi-yu, to'g'rimi? Odamlar ajralib qoldi. Современный odamlar, Boomerlar bilan. ha, и bu yoqda современный emas odamlar. Men o'tib keta oldim etga. O'tib keta oldim va buxgalteriyani yaxshi bilaman. Va biznesni ham yaxshi bilaman. Parallel uni ham, buni ham qilaman. Endi nima demoqchiman? Hamma tadbirkorlarda bunaqa xususiyatlar yo'q. To'g'ri tushuninglar? Вот. И ras sizda shunaqa xususiyat bo'lmagandan keyin sizni o'zingizni odamingiz bo'lishi kerak, o'zingizni buxgalteriyangizni tekshiradigan. Himoya qiladigan. Albatta. Va glавбухingiz bor, bu degani siz uchun u как sizda ishlab bera olmaydi. Lekin glавбухga tegishli bo'lmagan auditorlar bo'lsa, kompaniyangiz ichida ishlamaydi. Alohida sizga bo'ysunadigan. Unda Bizda glавбухingiz ham ramkada ishlaydi. Bizda bolalarga topshiriq bor-da. Da. Buxgalterni nazorat qilasan, buxgalterni do'sti bo'lgin deyman. Buxgalter nazorat qiluvchi do'sti bo'lasan, lekin rahbari yordamchisi bo'lasan. Degan to'g'ri. Shuning uchun buxgalteriya bilan do'st bo'lib turib, uni nazorat qiladi, lekin siz yordamchingiz bo'lishi kerak. Nima bo'lsa ham, meniki bo'lsa qanaqa qarardim degan narsani qo'yiladi вопрос. Agar shu biznes meniki bo'lsa, men nimalarni ehtiyot qilardim degan narsaga qarab, keyin kiraveramiz har doim. Shuning uchun bir xil narsani, siz falon narsani qilish kerak desangiz ham yo'q deymiz. Nega? Meniki bo'lsa u narsani qilmaysiz. Yo'q, endi siz ham bir xilida-chi, to'g'risi komandangiz bor-ku, o'sha boshni ochishgingiz kelmaydi. Men endi juda qattiq har xil obxod sistemalarni o'ylab taklif beraman-da. Endi baribir tadbirkor bo'lganim uchun ko'p foyda qilgim keladi. Baribir kamroq nalog to'lab, ko'p foyda qilgim keladi. Uni oqibatli risklarni ko'pincha ko'rganligim. To'g'ri, endi riskni doказать qilib berdingmi? Xudo xolasa uni doказать qilib beramiz. Bo'ldi. Nargiza opa, katta rahmat. Menimcha mazmunli suhbat bo'ldi. Nafaqat hujjatlar bilan ishlashda, balki biznesni shakllantirishda ham bosqichma-bosqich nimaga e'tibor bergan degan bir masalada odamlar uchun ham menimcha foydali bo'ldi. Va bahor gullarini o'zida ham o'zingiz uchun bilib olinglar, faqatgina sotuvdan обороты zo'r ekan deb bir gullab ketish emas, uni orqasidagi har bitta mehnat, har bir mashaqqati bor. Hozir bular Nargiz ham o'zlari aytmagan, men biladigan joylar ham bor-da. Hammasi chet eldan kelingan narsalar, sal havo o'zgarsa minglab gul so'lib qoladi. Men o'zim u narsaga qancha achinaman-da. Minglab gullar sal o'zini yo'qotsa bo'ldi. Misol uchun siz uni tiklagunicha ketadigan vaqtga narxini ham yo'qotadi. Hamma narsa joyiga qolib ketadi-da. O'shanga подводный камень, odamlar ko'rmayotgan nima bor desa, sotuvni hamma ko'radi, lekin orqasida mana bunaqa minglab yo'qotishlarni ko'pchilik ko'rmaydigan joylari bor. Va nima ish bo'lsa ham baribir mutaxassis bo'lib, o'shaning ichidan yashab o'tish kerakligini odamlarga uqtirib qo'ydingiz. Shunga faqat qog'oz gapirish emas, balki kasb mutaxassisi ham bo'lish kerak. Katta rahmat. Bahor gullariga omad tilaymiz. Bahodir akaga ham alohida salom aytib qo'yasiz va bu tarixni misol uchun men o'zim eshitmagan edim. Mana endi o'zim uchun bilib oldim. Bahor gullari 7 ta guldan boshlangan ekan. Xudo xolasa davomiy bo'lsin. Hozirgi kunda hamma boshqa korxonalarga nisbatan birinchi o'rinda deydigan bo'lsa, shu birinchi bo'lganligi uchun emas, doimiy rivojlanishdan to'xtamaganligi uchun ham birinchilikda turish nasib qilsin. Xudo xolasa aytganingiz kelsin. Hurmatli kuzatuvchilar, sizlarga ham katta rahmat. Mabodo qanaqadir savollar yana qo'shimchalar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozsanglar, bevosita o'zlaridan yana so'rab beramiz. Qaysidir to'lmay qolgan joylari bo'lsa.
Nargiz opa, katta rahmat. Endi So'nggi so'zingizga. agar kimdir xafa qilib qo'ygan bo'lsam, albatta noto'g'ri gapirib qo'ygan bo'lsam, albatta o'zinglarga olmanglar, chunki bugun suhbat aynan mani hayotim, tajribam doirasidagi bo'lgan narsalar haqida gapirildi. Ya'ni shaxsan sizlarga umuman tegishli joyi umuman yo'q. Shunchaki tajribamni sizlarga bo'lishdim. Rahmat. Rahmat Hamidlik. Bizda qog'oz gapiradi.